Tashqi ketishda kelajagiga qanaqa prognozingiz bor? Mana shu ketishda bo'lsa jamiyatda nima bo'ladi? Yaxshiliklar ham bor, ta'limga bo'lgan urg'u bor. Odamlarni oqni qorini ajratishga bo'lgan intilishi bor. Yaxshilik umid qilaman albatta. Chunki butun dunyoga solishtiradigan bo'lsak, O'rta Osiyo hali tegilmagan bokira qizga o'xshaydi. Mana shu bokiraligini asrab qola bilsak, kelajakning qutulish umidi biz bo'lamiz. Hadislarda ham kelgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom qiyomatga yaqin butun dunyo buziladi. Xurosondan, ya'ni O'rta Osiyo, Xuroson mana shu o'lkalardan bir avlod yetishib chiqadi, butun ummatni qutqaradi. Balki biz, balki avlodlarimiz. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Hadislarda ham kelgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom qiyomatga yaqin butun dunyo buziladi. Xurosondan, ya'ni O'rta Osiyo, Xuroson mana shu o'lkalardan bir avlod yetishib chiqadi, butun ummatni qutqaradi. Balki biz, balki avlodlarimiz. Inshaalloh aytganingiz kelsin.